bitta voqea juda ham ta'sir qilganda menga shu ta'sirli voqeani aytib bermoqchiman. Usmonli turklar davrida bo'lgan voqea. Bir inson ot sotib oladi bozordan. Uyga olib kelsa, haligi ot kasal bo'ladi. Nima qilishini bilmaydi. Keyin qozini oldiga boradi. Qozini oldiga borsa, qozi joyida bo'lmaydi. Qaytib ketib, ertalabgacha ot o'lib qoladi. Yana qozini oldiga boradi ertasiga. Keyin aytadiki, qozi janoblari, mana shunaqa ot sotib olgan edim. Kecha kelsam yo'q ekansiz. O'tib qoldi. Nima qilay? Menga hukm chiqarib bering dedi. Balki o'sha sotgan odamga pulini bersin degan ma'noda bir o'zini dodini aytadi. Qozi aytadiki, kechirasiz deydi. Buni sotgan odamda ayb yo'q deydi. Hamma ayb menda deydi. Chunki siz kecha kelganingizda men joyimda yo'q edim deydi. Shuning uchun bu o'lib qolgan ot haqqini sizga men berishim kerak deydi. Qozi. Qarang, qozilar qanaqangi adolatli bo'lganda shu paytda. Haligi odam hayron qoladi. Nega siz berishingiz kerak desa, qayta so'rasa, yo'q dedi. Men joyimda bo'lganimda deydi, kecha kelganingiz. Otni sotgan odamga hukm qilib berardim, qaytarib berardingiz, u sizga pulini berardi deydi. Qozi qarang, o'ziga shuni oladi.